4 xona 105 kvadrat metr uyimiz Realtor Ali kanalida boshlang'ich $17,500 Sergeli 2 mavzesi ekanmiz. Shundoq kirganda chap qo'lda zal qismida kutib oladi. Zalni ko'rdinglar, keng kattaligini, o'zining ichki spalniyalar bilan birga, ya'ni yotoqxona qismini ko'rib turibsizlar. Yotoqxonadan tashqariga qaragan derazasi bor. Tashqariga shundoq qaraydigan bo'lsanglar, rayhon, korzinka, ya'ni Sergeli 2 mavzesida ekanligimizni bildirib turadi. Hurmatli obunachilar, 9 qavatli domni 7-qavatda bizga kiraverish asosiy eshigimizda prixoshka uchun joylab qoldirilgan. Bu tomonda ayollarning sevimli xonasini ko'rishingiz mumkin, ya'ni kuxnyamizni. Kuxnyani ko'rib turibsizlar, keng kattaligini. Men mebellarni davom ettirib, shundoq bu xonamizdan bitta xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Kirib yashash uchun remontlari ajoyib holatda, sanzurlar razdelni, ya'ni bu yoqda vanna, bu yoqda hojatxona qismini ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bu tomonda ham yana bitta xonamiz bor. Xohlasanglar zal sifatida xohlasanglar yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zining balkonlari bor alohida. Bu yoqda esa 4-xonamiz. Ya'ni bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Remontlari ajoyib holatda. Bu yoqda ham balkonlar bor. Ya'ni uyimizda ikkita balkon bor. Uyimizda 9 qavatli domni 7-qavatda joylashgan 4 xona 105 kvadrat metr. Realtor Ali kanalida boshlang'ich narxi $17,500. Uyimizda 100% nominalarga o'tadi. Qolgan kreditini 21% dan davom ettirib ketsanglar bo'ladi 15 yilga. Oylik to'lov, lokatsiya, to'liq ma'lumot Telegram kanalida bo'ladi. O'tib olaverasizlar. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.